Bir pas to'xta, senda gapim bor. Oxirigacha eshit, bo'lmasa afsuslanasan. Meni qo'y go'shti deydilar. Men oqsilga va tanaga kuch beradigan yog'larga boyman. Sovuq kunlarda seni tez isitaman. Ustiga ultay qon hosil bo'lishiga ham yordam beraman. Mol deysan. Molni farqiga borasanmi o'zi? Mol go'shtining foydasini eshit. Men mushaklaring uchun eng foydali oqsilman. Uzoq vaqt to'qlik hissini beraman. Shuning uchun sportsmenlar meni tanlaydi. Menda ruh va temir moddalari ko'p. Tanani qo'llab-quvvatlayman. Asab tizimini mustahkamlayman. O'zingcha quyon go'shtini mensimaysan, yeb ko'rmagansan deb bilmaysan. Men eng yengil hazm bo'ladigan go'shtman. Yog'im kam, lekin oqsidim ko'p. Oshqozonni qiynanyapman. Yosh bolalar uchun ham, dietadagilar uchun ham, qariyalar uchun ham eng ideal go'shtman. Yurak, miya va hazm qilish tizimi uchun foydaliman. Tuyaning go'shtini yesa ishlar cho'zilib ketarmish. Bu g'it safsada. Chunki men suyak va mushaklaring uchun zarur minerallarga boyman. Immunitetingni oshiraman. Menda xolesterin kam, lekin oqsil, fosfor, magniy kabi moddalar yetarlicha topiladi. Qisqasi, suyaklaring baquvvat bo'lishini xohlasang, albatta meni tanlaysan. Xullas, toza go'shtni qayerdan olishni bilsang bo'ldi. Bizni Abdulloh qassob do'konidan olib ketsang bo'ladi. Chunki bu yerda tozalik bor, halollik bor, baraka bor.